Xalqaro jamiyatning lagerlar haqidagi tanqidiy bag'ansiri yuqori pallaga chiqayotganda, Xitoy hukumati mo o'zlarini oqlash uchun tarbiyalash markazi deb atalgan bu o'rinlardagi kursantlarni yangilik va zamonaviylikka yetaklayotganligini qayta ta'kidlashga boshladi. Xitoy xabarlar to'rida Xotanning Qarqash noyasidagi tarbiyalash markaziga elib berilgan marhabaning diniy asabiy ideyalarning asoratidan xalos bo'lib, usul o'ynab naqsha etishini o'rganganligi, uning bu joyda rasm chizishni o'rganib, Junxo tuprog'ining go'zalligini javlon qildirgan manzillarni ko'plab sizganligini olaydi xabar qildi. Holbuki marhaba bilan uning davr enisining ancha ravon bo'lmagan xansoch tilda o'zaro paranglashini Xitoy axboroti ularning Xitoycha o'rganishda ilgirganligiga misol qilib tushuntirdi. Xitoy muxbirlar yana bu joyda diniy asabiylikning ta'siriga uchragan qiz kursantlarning uzun islomiy liboslarni va hijoblarini tashlab, chash go'zalligini namoyon qilishga yuzlanganligini, shuningdek girim qilishni o'rganish orqali ayollik latofatini texmi o'zgacha aks ettirishga moyil bo'layotganligini ko'rgan. Shu orqali bu kursantlarning bu joylarda jismoniy qiynoqqa emas, balki mahorat va talant yetildirish fursatiga erishganligini isbotlamoqchi bo'lgan. Halbuki bu xil tarbiyalash markazlarini beshidan kechirgan guvohchilarning bayonlarida bo'lsa, bu joylarda Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati, shuningdek Uyg'urlarning milliy va diniy kimligining qattiq jazolar bilan zich birlashtirilgan, majburlash shaklida yo'qotilayotganligini olg'a surib kelgan edi. Xitoy axborotchilarining bu ahvollarni o'zlari bilmagan holda e'tirof qilishi va buni zamoniylikqa qarab qadam ilish deb tasvirlashini bir qism analizchilar bu lagerlarda ana shunday ming yuvish qilmishlarining mavjudligining isboti deb qaramoqda. (1991 yili Sobiq Sovetlar ittifoqi halok bo'lgandan keyin Qozog'istonning rahbari bo'lib kelgan Nursulton Nazarboyev 19 mart kuni Qozog'iston televiziyasida nutq so'zlab, o'zining istiqo berganligini jakoladi. Angliya radio televiziya kanalining xabarida Nazarboyev nutqida o'zining mustaqil qozoq davlatining bosh ko'tarishi uchun tegishli rollarni o'ynaganligini, hamda bundan keyin islohot ishlarini davom ettirish uchun yangi bir avlod rahbarlik qatlamiga o'rin bo'shatib bermoqchi bo'layotganligini ta'kidlagan. Ammo o'zining nima sababdan istiqo berganligini tilga olmagan. Nursulton Nazarboyev 1940-yili tug'ilgan bo'lib, bu yil 79 yoshga kirgan. 1989-yili Sobiq Sovet ittifoqi zamonida Qozog'iston Respublikasi birinchi sekretari bo'lgan. Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin ayrim-ayrim 1991-yili, 2005-yili, 2011-yili va 2015-yillik saylamda o'tib chiqib, hozirgacha prezident vazifasini o'tagan. Qozog'iston parlamenti yuqori palatasining raisi, Qozog'istonning sobiq bosh ministri Qosim-Jomart To'qayev 20 mart yana bugundan boshlab vaqtli holda Nazarboyevning o'rniga chiqqan. Xabarlarda To'qayevning Bejinda xanzochi o'rganganligi va Bejindagi sobiq Sovet ittifoqi elchixonasida uzun mezgil ishlaganligi alohida o'rin olgan. (18 mart Shvetsiya hukumati Sharq Turkistondan bo'lgan Uyg'urlarga ko'chmanlik salohiyati berdiganligini qaror qildi. Shvetsiya ko'chmanlar ishxonasining internet tor bekitida bu haqda e'lon qilingan bayonotda eskartilishicha, Sharq Turkistondan Shvetsiyaga berib siyosiy panohlik tilgan Uyg'urlarga ko'chmanlik salohiyati berildi ekan. Siyosiy panohlik tilgan kishilarning iltimosi bevosita qabul qilindi ekan va chegaradan qo'g'lab chiqarilmaydi ekan. Bayonotda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining dokladida Xitoydagi yig'ilish lagerlarida tutqilangan Uyg'urlar sonining 3 milliondan ortiq ekanligi bayon qilinganligi ta'kidlanib, bunday deyilgan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining doklatiga asoslangandimi, Sharq Turkistondagi diniy erkinliklarga qarata ko'chmanlarning doirasi shunchalik kengayib ketganki, islom dini amaliyotda ma'ni qilingan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining muavin mas'uli Ahmad Tursun bu haqda e'lon qilgan bayonotida Shvetsiyaning bu qarordan to'liq xursand ekanligini, boshqa g'arb ellardan shunday qaror chiqarishini kutayotganligini aytgan. (18 mart dushanba Istanbul Asayurtda Ansar Vaqfi biz zulmga uchrayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning yenida degan temada yig'ilish tartibladi. Yig'ilishda Sharq Turkistonning jonliq shohidi bo'lgan Ruqiya Parat xonim Xitoy kommunistlarining turmushda 4 yil jarayonida tatgan azob oqibatlarini yig'in ahliga nihoyatda obrazli so'zlab berdi.
19 mart Buyuk Turkistonliklar jamiyati Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga vatandoshlik berishni talab qilamiz nomida bir yig'ilish o'tkazdi.